Assalomu do'stlar. Bugungi videoda staminani ko'rib o'tamiz. U stamina nima qila oladi, qanday qilib ishlatsa bo'ladi degan savollarga ham javob beramiz. Bu stamina klaviaturada, kompyuter klaviaturasida xato yozadiganlar va aniqmasin shularga tezligi past odamlarga bu video foydali bo'ladi. Men videoni boshlashimdan avval videoga like bosing hamda obuna bo'lib qo'ying. Va biz staminani Telegramga kiramiz. Qanday qilib o'rnatish uchun mana shu havolani Telegram qidirish bo'limiga yozsangiz chiqib keladi. Mana shu ilovalar pastki chizikcha apps, pastki chizikcha bot va shu botga kirib turib startni bosamiz. Va bu botning foydali tomoni, bu bot sizlardan kanallarga obuna bo'ling deb so'ramaydi. Men bir narsani yodimdan ko'tarildi. Bu stamina kompyuter uchun, telefon uchun mos emas. Staminani bosamiz va bu yerdagini yuklab olamiz. Va buni yuklab olgandan keyin ichiga kiramiz. Запустить. Va mana shu o'ng tomondagi tugmani bosamiz. Va ha tugmasini bosamiz. Yana ha tugmasini bosamiz va bu yerda mana chap tarafdagi tugmani bosamiz va ichiga kiradi. Buni tilini o'zgartirish kerak. Mana shu 1, 2, 3, 4-tugmaga kiramiz. Eng birinchi qatorda turganni yonida o'ng tarafga surib inglizga qo'yamiz, English. Va bu yerdan o'ynamasdan turib modga o'tib olib basic lessons ga o'tamiz va bu yerda alfabetik testga bosamizda bo'shliqni bosib o'ynab ketishimiz mumkin. Mana biz yozib bo'ldik. Tezligimiz 190. Xatolik yozishda foizi 3%. Va buni finishga bosgandan so'ng qaytadan boshlashingiz mumkin. Va yana qaytadan o'ynamoqchi bo'lsangiz modga o'tib turib basic lessonsga o'tib yana alfabet testga qo'ysangiz bo'ladi. Va buni boshqa taraf ham bor. Modga qo'yib turib hozir mana shu bo'limga o'tib olib raqamlar ham bor, numbers. Ularga bosib turib space yoki bo'shliqni bosasizda o'yin boshlanib ketadi. Raqamlarni ham yozishingiz mumkin. Va ana shunday qilib ishlatishingiz mumkin. Bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ulashing hamda like bosing, obuna bo'lsangiz undan ham yaxshiroq. Keyingi videolarim chiqishi uchun menga obuna bo'lib qo'ying.